Assalomu vatandoshlar, mana bu Toshkent Musafiy vokzalimizdan Primoy Novosibir, Barnov, Temur va Krasnoyarsk yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz o'tkazib ketmoqda. Mijozlarimiz pasajer zararlarini qilib, ularni joylariga chiqishmoqchi. Manzilimiz Abu Sahiy avtovokzali, yangi masjid oldidan kirishlaringiz Abu Sahiy avtovokzali yozib qo'ygan, kirishlaringiz o'zi avtobus kassalarida yozib qo'ygan. Birinchi kassalarga murojaat qilaverasizlar. Bemalol ekrandagi ishonchli nomerlar telefon qilib ma'lumot olib kelsalaring bo'ladi. Yuklaringga pul olinmaydi ortiqcha. Bemalol 70 kilo yuklaringni olib kelaverasizlar. Avtobusimizda zaryadka qilish uskunalari bor, konditsionerlari, pechkalari, hamma sharoitlari bor. Bemalol tanishtirib o'taman sharoitlarni ichida. O'zlarimizga nima joylar chiqmoqda. Bemalol ekrandagi ishonchli nomerlarga bog'lanib ma'lumot olib kelsalaring bo'ladi.